Savolni eshitamiz bolalar. Xo'p. 1 qo'shilgan 0. 1 qo'shilgan 0 teng 3. Ikkita qalamni joyini shunday o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. 1 minut vaqt ichida topgan o'quvchiga 50 ming so'm mukofoti bor. 1 qo'shilgan 0 teng 3. Bir qo'shilgan necha sen qilganing? 1 qo'shilgan 2. 1 qo'shilgan 2 to'g'ri 3. Lekin bitta qalam ortib qoldi. Ana shu qalam ortmasin ham, yetmay qolmasin ham. Xo'sh, nima bo'ladi? 1ning darajasimi? Yo'q, unday emas. Daraja qatnashmaydi bunda. Necha bo'ladi Malika? Bu tarafdan o'ylasang yaxshiroq keladi yani. 1 qo'shilgan 0 teng 3. 1 qo'shilgan 0 teng 3. 1 minut vaqt ichida topsang 50 ming so'm mukofoti bor mana. 1 qo'shilgan 0 teng 3.